Mana shu mototsikl BMW R25 51-yil. Almaniya, ya'ni Germaniya. Urushdan keyin ishlab chiqarilgan. Urush davrida esingizda bo'lsa, dizayni juda ham o'xshashib ketadi. R12, ya'ni 39-40-yillarda ishlab chiqarilgan Almaniya mototsikllariga juda ham o'xshashib ketadi. Bunisi sal ixchamroq, chiroyliroq ishlab chiqarilgan. Orqasida ko'rsanglar, bu yerda ikkitali sideniya bo'lishi kerak edi. Haydovchining orqasida sideniyaning o'rniga temirli, ya'ni po'latdan tayyorlangan reshotkani ko'ryapsizlar. Sal boshqacharoq ishlangan. Motor qismiga e'tibor bersanglar, tsepi yo'q. Sovutish tizimi ham qovurg'ali, mana ko'rinib turibdi. Baklari juda ham chiroyli, tomchi sifat qilingan. O'sha BMW emblemasi mana ikkita joyda, bakida va qo'shimcha yo'lovchi o'tiradigan joyida. Krelolari ham juda ham chiroyli. Orqasida bagajnigi ham bor, ammo zapasnoy g'ildiragi yo'q. Hozir bu yoq tomonidan ko'rinishini ham ko'rsataman. Bu juda ham eslatib yoradi. SSSRda ishlab chiqarilgan Dnepr, Ural mototsikllariga o'xshashib ketadi. Boshqacha qilib aytganda, urushdan keyin SSSR iqtisodiyoti, ya'ni sanoati juda ham tez suratda oshib ketadi. Aynan o'sha bundan oldingi R12 modelini konveyeri SSSRga olib kelinadi va u nomi o'zgartiriladi. Ural va Dnepr mototsikllariga o'zgartirilib chiqarilgan va asli bu dizayn mana germaniyaliklarga tegishli bo'lgan. Bu mototsikl ko'rmoqchi bo'lsanglar, menimcha bu tiraji ham unchalik ko'p emas. Bu hozir turgan joyi NG. Bu Turkiyada Kemer viloyatida joylashgan mehmonxona.